sifatga bitta e'tibor berasizlar. Bizda sifat birinchi o'rinda turadi. Zalimizning общий ko'rinishi, ko'ryapsizlar, uyimizni polniy remontdan keyin va hamma jihozlari bilan birga sotuvga qo'yibamiz. Bu yerda kuxnyasi ko'rishingiz mumkin. Kuxnya aslida mana shu xonada bo'lgan. Hozirgi kunda joyini alishtirib, bu yerda bolajonlar uchun alohida bitta xona qilingan. Podyezddan kirish qismi ahamiyat berasizlar. Chap tomonda yotoqxona, keyin hojatxona, vanna, o'ng tomonda zal, to'g'rida kuxnya, chap tomonda bolajonlarning xonasi. Bu vanna xonani ko'rinishi, hojatxonasi. Spalniyaga ham bitta e'tibor berasizlar. Shkofdan tortib hamma sharoit qilib qo'yilgan. Ranglariga alohida gap bo'lish mumkin emas. Joyini ko'rsatuvchi Chilonzor ayni yuragi Shuhrat chorrahasi hisoblanadi. O'rtoqlar, Chilonzor 11-kvartal 2 xona, 3 xona qilingan 3-qavatda joylashgan uyimiz narxiga keladigan bo'lsa, $73,000 so'raymiz. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.